Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan 1 dollar pulni 1000 dollarga aylantiramiz. Qanday qilib deysizmi? Shu video davomida ko'rib tushunib olasiz. Eslatib o'taman, ushbu video rolikni e'tibor bilan ko'ramiz. E'tibor bilan ko'rgandan keyin Telegram kanalga o'tamiz. 1000 dollarga aylantirish yo'lini o'rganish uchun, ko'rish uchun bizga Telegram kanal kerak. Videoning tagida mana Telegram kanal bor. Qaysi kun ko'rishingizdan qat'iy nazar, qachon ko'rishingizdan qat'iy nazar mana e'tibor bering deb boshlangan tepadagi сообщениyaning ustiga bosasiz. Mana pastda botni silkasi turibdi. Hozir ishlatadigan botimizni. Unga kirishdan oldin mana video tayyorlanmoqda degan yozuvni o'rnida silka bo'ladi. Ana shu silkadagi videoni обязательно ko'ring. Ana undan keyin 1 dollardan 1000 dollarga aylantirishga o'ting. Ogohlantirdim, hech qanaqa jalabalar o'tmaydi keyin. Ketdik, 1 dollardan 1000 dollarga aylantiramiz. Telegram kanal mana bunaqa silka orqali kiriladi. Videoning tagida Telegram kanalim silkasi описаниеda ham, kommentariyada ham bo'ladi. Undan tashqari Umid Karimov kanal ikkita pastki chiziqchalar bilan albatta yozilgan. Shunday qilib topsangiz bo'ladi. Kelinglar sizlar bilan 1 dollardan 1000 dollarga aylantirishga o'tamiz. Qanday qilib deb o'ylaganlar uchun mana ko'rsatib o'taman. Mana bu bittasi signal bot, bizga signal beradi va biz shu signallar orqali pul ishlashimiz mumkin. Haqiqiy o'yinga pul tikkan holda. Hozir ko'ramiz, bu tomondan nechi, bu tomondan nechida uchib ketadi. Mana yuqorida ko'ryapmiz, 6 to'g'ri uchib ketgan, 4.65 da uchib ketish kerak, signal beryapti. 4.65 ga yetganda uchib ketadi. To'g'ri uchib ketdi. Keyingisi 3.60 da uchib ketish kerak. Ulgurmadik, mayli. Keyingi o'yin uchun stavka qilib qo'yamiz. 3.40 da uchar ekan keyingi o'yinimizdagi. Odamchamiz, jetimiz, omadli jetimiz 3.40 da kutamiz. Bu uchkanaga nima qilib bu tomonni bosib bordim, ulguribman. 2 qilamizda stavkani bosamiz. Bu uchib ketgandan keyin bunisini bosamiz. Mana pastda yozganini beradi, faqat bu uchib ketayotgani uchun bu tomonda ozgina qo'rqish paydo bo'ladi odamda. Pulimni yo'qotib qo'yaman degan. 3.40 midi bunda? 3.40 da uchib ketdi. Demak, buni 3.10, 3.20 larda olamiz. Yaxshi, 7.22 bo'ldi. 7 qo'yamiz. Buni nechida uchib ketishiga qarab, buni tortib olamiz. O'zi pastda ko'rsatib qo'yilgan. Keyingi o'yinda necha uchib ketishini. 1.53 da uchib ketdi. 1.40 larda olamiz. Oldik. Общий hisobda 10 dollar pulimiz bo'lishi kerak. Yo'q, lagayt qildi. Nimagadir lagayt qildi. Keyingi o'yinimiz 14 ekan. 14x da olishimiz mumkin ekan. Mayli. 14 gacha chiqadigan bo'lsa, hozir biz 7 ni 14 barobarga ko'paytirib olamiz. 10 barobaringiz bu 70 bo'ladigan bo'lsa, yana 4 barobari 7 ga 7. 14 20. Oho. Salkam 100 dollarga aylantirar ekanmiz. Bu yomon emas. 14 barobarda ushlash har doim ham maza beradi. Xuniga eshitilsa ham, chiroyli eshitilsa ham, boshqacha eshitilsa ham bu haqiqat. Bittada 100 dollar olish. Eslatib o'taman, 1 dollardan boshladik. Hozir xudo xolasa uje 65 bo'ldimi, 57 dollar bo'libdi. Bu 14 ga uchib ketsa, buni ham 14 ga yetib borishini kutamizda. Bosamiz. 12. Yaxshi. 14. 81. 14. 51. Yaxshi, 102 dollarga aylandi pulimiz. Bu juda ham zo'r. Kelinglar, shoshmaymiz. Bitta o'yinni o'tkazib yuboramizmi? Mayli, o'tkazmaymiz. 2 barobar ko'paytirib olamiz. 293 da uchib ketar ekan. Bizda e'tibor beryapsizlar. Bunda boshlangandan keyin mana bunda ish qilib olishingiz uchun vaqt bo'layapti. Mana bu signalga qarabman, lekin bundan oldingi signal boshqacharoq edi-ku. Mayli. 224. Hozir ham gapirib, ham ishlayotganim hisobiga ozgina qiyin bo'lyapti. Endi 2 da olib olamiz. Hozir bu 2 nechida uchib ketadi? Bu ham o'shanday uchish kerak bo'ladi.
Boya 100 dollar ko'proq olsak bo'lardi. Mayli, nima qilamiz? 293 ta uchib ketar ekan, biz 2,5 larda olamiz. Internet yomon bo'lib, pulimizdan ayrilib qolmaslik uchun 613 dollar. Yomon emas. Bu yerda kam koeffitsient adashmasam, kamiga pul tikmay turamiz, lekin 614 ta hammasini tikamiz. 156 ni ham qo'yib yuboramiz, 127 ni ham qo'yib yuboramiz. Videorolik uzub shu kerakli paytlarda yozilyapti, o'shaning uchun o'rtadagi mayda koeffitsiyentlarni o'tkazib yuboryapman. O'rtada bitta, ikkita mana bunaqa kam koeffitsient bo'ladigan bo'lsa, ularni o'tkazmasdan ko'rsatib ketaman. Atak undan ham mayda koeffitsiyentlar bor. 1 degan ularni vaqti o'tkazib qirqib tashlaymiz. 186 da chiqazib olamiz hozir. Albatta katta koeffitsiyentlarni bergandan keyin kichkina koeffitsiyentlar berishni boshladi. 186 da uchib ketdi, bu ham 186 da uchib ketishi kerak. 160 larda chiqazib olamiz. Mana shunaqa internet yomon bo'lib, pulimiz tikilmay qolyapti, eng qizig'i. Bu yomon. Kelinglar, yana bir marta tikamiz, 237 da chiqazib olish uchun. Hozir bundan keyingi o'yinimiz 237 da bo'ladi. Keyin 3-2. Hozir 237 da chiqazib olamizda, pulimizni 3 barobar ko'paytirishga tikamiz. O'zi 2 da chiqazib olishimizda o'zi ham bizga 1000 dollardan oshiq pul beradi. 1234 dollar bo'ldi. 1234 bo'lsin, mayli. Keyingisi 3midi? 3 koeffitsient edi. Kelinglar, 3600 dollarga aylantiramiz, 1000 emas. Hozir 3 ga chiqadi, 3 ga chiqadi, 3 ga chiqadi, 3 ga chiqadi, 322 da uchib ketdi. Bu yerda 3 ga yetib borganda chiqazib olamiz. Chiqdi, 3800 dollar. Kelinglar, 10.000 dollarga aylantiramiz. 1 3 da uchib ketadi, bundan keyingisi hozir kirmaslik kerak. 3813 dollar. Bittada. Agar 3 barobar, oppa, mana bundan keyingisiga tikamiz. Atmen. Chiqazib. Sal qoldi. Endi tikishimiz kerak bo'ldi. Sal qolganda rasul bo'lardi hozir. Internet yaxshi holatda o'ynash kerak. Shunaqa neto vaziyatlar bo'lib qolmasligi uchun 1-3 da uchib ketdi, biz 1 da qaytarib oldik. Yaxshi. Hozir biz 4-3 11.000 dollar bo'ldi ju. 522, 5 da chiqazib olamiz anasini endi. 19.000 dollar bo'ldi. Yigirma qilib qo'yamizmi? 20 qilib qo'yamizmi? Kelinglar, 20 qilamiz. 20 dan ham ko'proq qilib qo'yamiz, mayli. Hozir 379 da uchib ketishiga pul tikdik. Biz 379 ga olib borsak, bu 10.000 dan ko'payib ketadi. 3 larda chiqazib olamiz, mayli. 3 da. Shunda bizda juda ham katta pul bo'lib ketadi. 28.000 dollar. Yetadi. Nima deydilar? Yomon emas. Xo'p, yaxshilar, ko'rdlaring juda ham oddiy, juda ham sodda yo'l bilan. Bu pastanova yo boshqa narsa emasligini mana obnovit qildim. Ko'rishlaring mumkin bemalol. Mana buni ham obnovit qilaman, Summalar joy-joyida turibdi. Pulni chiqazib olganim ham screenshotlarni xudo xolos Telegram kanalga tashlayman. Qayerga tashlayman? Boya eslatib o'tganimday, mana signal botni silkasi turgan bo'lsa, o'shaning tepasidagi videorolikda pulni chiqazib olganimni ham, boshqasini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kiringlar, ko'ringlar, ishlatinglar, maza qilib pul ishlaylar. Lekin pulni botga kirishdan oldin mana bu videorolikda обязательно ko'ringlar. Normalniy pul ishlagilaring kelsa. Har xil joylarga kirib pul yo'qotishdan charchagan bo'lsalaring, mana shu video tayyorlanmoqda degan joyda o'rnida videoni silkasi bo'ladi, o'shani ko'ring. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz bilan Umid Karimov bo'ldi. Chachamang.